Assalomu alaykum. Biz YouTube tarmog'ida kuzatib borayotgan qadrli obunachilar, hammalar sog'misiz, salomatmisizlar? Bugungi montajlarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bugungi montajlarimiz Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Xonobod mahalla fuqarolar yig'iniga 2 dona eshik, 3 dona rom olib kelib o'rnatib berdik. Zalotoy dub profilidan. Avvalambor rasmlarni tushuntirib o'taman, keyin adden narxlariga to'xtalib o'tamiz. Qadrli obunachilar, razmerlari enlari 120, bo'ylari 160 cm, va pastlarini ikiga bo'lib, tepasini addenni bitta framoga qo'yib berganmiz, plus bitta ochilish qo'yib berganmiz. Yondagi rom ham xuddi shunday, enlari 120, bo'ylari 160 cm, ikki ko'z qilib bitta ochilish qo'yib berganmiz. Oynalarga to'xtaydigan bo'lsak, oynalari bir qavat yodli oynalarni qo'yib berganmiz. Qadrli obunachilar, mana o'zlaringiz ko'rishingiz mumkin. Taylariga aytadi hamma yo'g'iga aylanasiga penalarni qo'yib berdik. Nihoyatda go'zal va sifatli bo'lib bitdi. Ikkinchi romimiz ham xuddi shunday penalari hamma yo'g'iga qo'yib bitirib berdik. Qadrli obunachilar, eshiklarga to'xtaydigan bo'lsak, qadrli obunachilar, bir dona 2 qanotli eshik qilib berganmiz. Enlari 120, bo'ylari 240 cm. Buni ham oynalarni, yodli oynalarni qo'yib berganmiz. Nihoyatda mustahkam bo'lib bitdi. Taylariga e'tibor bering. Taylariga alyumin arka fonlarni qo'yib berganmiz. Ruchkalarga e'tibor bering. Ruchkalari ham nihoyatda qo'lga to'ladigan oddiy ruchkalarni qo'yib berdik. Ko'ringlarchi, ochilib yopilishlari nima deyapti, qadrli obunachilar? Nihoyatda go'zal bo'ldi. Yonida 90 talik bir dona eshigi bor. Qadrli obunachilar, enlari 90, bo'ylari 240 cm. Yakka qanot eshiklarni qo'yib berganmiz. Bunga ham taylariga alyumin arka fonlar, bir qavat yodli oyna, oddiy ruchkalari cho'tga bo'lib bitgan. Xo'p, qadrli obunachilar, orqa tomonda 2 dona fortishkasi ham bor. Qadrli obunachilar, kireli desak, oyoqdagini yangi mana stashkalar qilgan ekan, oyoqni bosib, oyog'imiz izini ham chiqarib qo'ydik. Tashqari tomondan ko'rsatamiz, qadrli obunachilar. Xo'p, tashqari tomondan ko'rinishlari, qadrli obunachilar, fortishkalarimiz enlari 1 metr, bo'ylari 50 cm, ochilishlari xuddi shunday. Mana yonlog'iga borib ko'rsatay. Mana qaychi mexanizmlarini qo'yib berganmiz. 45 gradusga ochiladi. Penalari buni ham atida hamma yo'g'iga quyib chiqildi. Bunisi yopilgan holatda, bunisi ochilgan holatda, qadrli obunachilar. Xo'p, har doimgidek xizmatimizda 045 qizil maskivchimiz. Uzog'imizni yaqin qiladigan, og'rimizni yengil qiladigan qizil maskivchimiz. Xo'p, qadrli obunachilar. Xo'p, oshxonasiga ham bir dona rom olib kelib o'rnatib berganmiz. Buni enlari 130, bo'ylari 160, o'rtadan bitta 3 ga bo'lib, pastlarini o'rtadan bitta ochilish qo'yganmiz, yoniga bitta fortishka qo'yib berganmiz. Tepalarni biriga framugasi bitta, o'rta bitta ochilish. Buni ham oynalarni yodli qilib berdik. Nihoyatda go'zal bo'ldi. Penalari atida hamma yo'g'iga qo'yib berdik. Qadrli obunachilar, xo'p, yonidagi mana MDFlarni ham reklama qilib o'tib ketaylik. MDFlarni ham o'zimiz qo'yib berganmiz. Kimga MDF xizmatlari kerak bo'lsa, MDF ham zakaz berishlari mumkin. Xo'p, eshiklarni ichki tomondan ko'rsatsak. Xo'p, eshiklarni ichki tomondan ko'rinishlari o'zlaringiz ko'rishingiz mumkin. Ichki tomondan ham nihoyatda go'zal bo'lgan. Romlar taylariga mana 35lik, mana bu mustahkamlarga e'tibor beringlar. Mana ustiga chiqyapmiz. Cho'tka qilib berganmiz. Delfinlarga e'tibor beringlar. Delfinlar akvani o'zining logotiplari, petlalarigacha dalshi akvani o'zining logotiplar, ochilib yopilishlari, qadrli obunachilar, tijlarigacha cho'tkisidan qo'yib berganmiz. Keyingi romimizga mana o'zlaringiz ko'ringlar, 35lik paragonlar qo'yib berganmiz. Taylarigacha, mana taylarigacha penalarni quyib, atido qilib berganmiz. Mana krishkasigacha dalsh qo'yganmiz. Xo'p, qadrli obunachilar,
Xo'p, qadrli obunachilar, Farg'ona viloyati Yazovon tumani Xonobod mahalla fuqarolar yig'iniga 3 dona rom, 2 dona eshik, 2 dona rom olib kelib o'rnatib berishimiz 8 million 600 ming so'mga olib kelib o'rnatib berdik. Kimda savol takliflar bo'lsa kommentariyada qoldiringlar, o'qib chiqib javob berishga harakat qilamiz. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar, like bosishni unutmanglar. Sizlar bilan har doimgidek xonakva. Bizni kuzatib boringlar. Bundan da qiziq videolar hali oldinda.